Assalomu alaykum hammangizga. Bu video albatta manfaatli bo'ladi. Ketkazgan vaqtingizga hech ham achinmaysiz. Meni dazmollarimni taxtaday bo'lib chiroyli chiqishlarining sirlari xuddi mana shu podushkalarning yordamida. Buni qanday qilib bichamiz? Bizga kerak bo'ladi xuddi shunaqa yarim metr chit matosidan va siz chiqindi deb o'ylayotgan overlockni pichog'ini tubidan tushadigan mayda qiqachalar. Aslo buni tashlab yubora ko'rmang. Ko'pchilik so'rashdi mendan, buni ichiga nima solasiz, paxtami yoki sintefonmi deb. Yo'q, hech qaysisi emas. Xuddi shunaqa matolardan qolgan qiyndilarni salafonlarga solib yig'ib chiqaman. Bu qiyndilarimiz tezda yig'iladigan narsa emas va buni ichiga juda ham ko'p qiyndilar ketadi. Buyurtmalaringiz ko'p bo'lsa, 1-2 oyning ichida shunaqa ko'pgina qiyndilar yig'iladi. Buni qanday qilib bichamiz? Yarim metr matoni xuddi videoda ko'rganingizdek qilib teng 2 ga bo'lib olasiz. Videoda ko'rib turganingiz, men atiga 2 qavatgina qildim. Aslida esa yarim metr matodan 4 qavat qilib chiqarishga bo'ladi. Siz xuddi shunday qiling. Sababi, tikib bo'lgan buyurtmalaringizga dazmol bosayotganingizda, dazmolning issiqligi bilan podushkani ichidagi qiqalar ranglari sirt tarafga chiqib ketishligi mumkin va bu sizni libosingizga o'tib ketadi. Matoni 4 qavat qilib aylana shaklida bichib olganingizdan keyin 10-12 santimetrcha joy qoldiring. Bu nima uchun? O'ng tarafga o'girgan vaqtimizda qiyndilarni ichiga sig'dirish uchun. E'tibor bering. Buni ichidagi narsasi kam bo'lib qolsa, umuman ishga yaramaydi. Qancha ichidagi qiyndilarni ko'proq solsangiz va qancha tig'izligi ko'p bo'lsa, bu shunchagacha sizga chidab beradi. Albatta, buni hammasini qo'lingizda tekisla olmaysiz. Shuning uchun mashinani atverkasi yordamida xuddi men videoda ko'rsatayotganimdek qilib, to'g'irlab ichiga tig'iz qilib joylashtiring. Ochiq qoldirgan joyini darrov tikib yubormasdan, kamida 8 soat yoki 10 soatga overlockni ostiga yoki bo'lmasa og'ir bir narsani ostiga bostirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Joylagan qiyndilarimiz asta-sekin bir-biriga juda ham yopishib, tayyor holatiga keladi. Podushkamizni ochiq qolgan joydan qolgan qiyndilarni asta-sekinlik bilan juda ham tig'iz qilib yanada solasiz. Podushkamizni tayyor holatiga kelganini bilishingiz uchun qo'lingizda yaxshilab bosib ko'rasiz. Juda ham qattiq holatga kelsa, demak podushkamiz tayyor. Ochiq qoldirilgan 10-12 santimetrli joyini qo'lingizda aylantira igna ip bilan tikib chiqasiz va sizga katta yordamchi tayyor bo'ladi. Menda asosan xuddi shunaqa qilib yoqalarni dazmollayman. Yoqani cho'zib yubormaslik uchun podushkani etak tarafidan kirgizasiz va xuddi shunday qilib oldi orqasini dumaloq shaklida qo'yib olasiz. Agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, razmerga solib tekshirib olib keyin dazmol bosishingiz mumkin. Tikkan yoqalaringiz xuddi shu men ko'rsatayotgan usulda dazmol qilsangiz umuman cho'zilmaydi. Va qanday tikkan bo'lsangiz, eng qizig'i, qanday bichgan bo'lsangiz, xuddi shu razmerda chiqib beradi. Siz buni bir foydalanib ko'ring, qayta-qayta yanada boshqa turlarini tikishni xohlab qolasiz. Eng yaxshisi o'zingizni qo'lingizdan chiqadi. Bunday podushkalarni faqat dumalog'ini emas, yeng aylanasi uchun hamda yeng formasida qilib tikib olsangiz bo'ladi. Issiqqina dazmolni libosdan ko'targaningizdan keyin tikib olgan podushkangizni xuddi shu o'rniga yaxshilab joylasangiz va 3-4 sekund ushlab tursangiz, tikkan tikishlaringiz taxtaday bo'lib juda ham go'zal chiqadi. Avval yoqasiga, keyin esa men 2 yon tikishiga dazmol qilaman. Xuddi ko'rib turganingizdek, ko'ylakni tikishini o'rtaga qilib 2 ga buklab oldim. Ichidagi tikilgan tikishini albatta orqa tarafga yotqizib dazmol qilasiz. Eng muhimi, cho'ntak qismiga kelgan vaqtda cho'zib yubormasdan o'z holicha qo'yib, yaxshilab dazmol qilasiz va 3-4 sekund shunaqa podushkani ushlab turasiz. Eng cho'ziladigan joyi birinchisi cho'ntak hisoblanadi, chunki qo'lni ko'p olib solaveradi. Siz dazmolingiz bilan bu cho'zilishlarni uzoq vaqtgacha yo'q qilishingiz mumkin va mijozingiz juda ham sizga bergan puliga rozi bo'lib kiyadi. Birinchi yon tomonini go'zal qilib oldik. Endi ikkinchi yon tomoniga o'tamiz. Avval etakdan boshlaysiz. Cho'ntak va qo'ltiq osti tikishlariga yaxshilab dazmol qilasiz. Takrorlayman, cho'ntakka xuddi shunaqa 3-4 sekund podushkani qo'yib olasiz. Nima uchun unday qilamiz degan savolga, dazmolning issiqligini va matoni issiq paytida cho'zilishini oldini oladigan shu podushka bo'ladi. Dazmoldan keyin chiqayotgan parlarning ustiga podushkani qo'yib olsangiz, issiqlikni o'ziga oladi va matoingizni taxtaday qilib o'rnida qo'yib beradi. 2 yon tomonini va etagini tugatganimizdan keyin xuddi shunaqa yeng ichidagi tikishini orqa tarafga qaratib, tep-tekis qilib manjetlari bilan dazmol qilib olamiz. E'tibor bering, yengni ichki tikishi ham orqa tarafga qarashligi kerak. Yengni tikishini o'rtaga keltirib buklab olamiz. E'tibor bersangiz, dazmol qilayotganda hech qanaqa chiziqlar tushmayapti. Mabodo tushib qolsa ham xuddi shunaqa yengni
tayyor holatiga keltirib, yana bir marta dazmol yurgizib olasiz. Ikkinchi yeng, qo'llarga, barmoqlarga e'tibor bering. Men qanday dazmol qilayotgan bo'lsam, siz ham xuddi shunaqa usulda foydalanib ko'ring. Yengni tikishini o'rtaga olib kelib, chiroyli qilib dazmol qilib olamiz. Tikib bervorsam bo'ldi. Mijozimni o'zi dazmol qilib kiyib olar, qiyinmas-ku, deya ko'pchilik o'ylashadi. Bu juda ham xato. Tikkan tikishingizni xuddi shunaqa chiroyli qilib dazmol qilib bersangiz, mijozingiz bir ko'rganda buncha chiroyli, gatovidek qilibsiz-ku, deya xursand bo'lib olib ketishadi. Mijoz sizni tikkan ko'ylagingizni bir ko'rishda yoqtirib qolsa, bu sizga juda ham plus tomonga ishlaydi va kiyib ko'rayotgan vaqtida miyasida sizga yana 3-4 ta mato ko'tarib kelishini o'ylaydi. Siz bularga tayyor turing. Ishni soni emas, sifati muhim. Har bir ishingizni chiroyli qilib, hamma narsani o'rni-o'rnida joylab, chiroyli qilib dazmol qilib bersangiz va chiroyli qilib tikib bersangiz va bitta mijozni ushlab qolsangiz, u har bittadan har mavsumda 3 ta ko'ylakdan kiyganning o'zida sizga buyurtmalar yetib turibdi. Ko'rdingizmi? Bitta oddiygina podushka yordamida siz qanday qilib to'g'ri dazmol bosishni va yoqalarni cho'zmasdan o'zini formasida chiqarishni o'rganib oldingiz. Ushbu videodan nimalarni o'rgandingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha, buni bilmay yurgan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying. Bu ham kerak emas deya tashlab yuborayotgan qiyg'indilarini saqlab qo'yishni boshlasin. Ketgan vaqtingizga achinmadingizmi? Sizlar uchun xuddi shunaqa tayyor darslik, muhim ma'lumotlarni YouTube sahifamga joylab boraman. Meni kuzatishda davom eting. Sahifamga obuna bo'ling.